Do'stlar, bugun sizlar bilan O'zbekistonda yagona va eng qimmat suvlardan bittasini olib keldim. Buni ichida tillasi bor ekan. Xullas, tillo suvi qimmat bo'lar ekan. Buni narxi 500 ming so'm ekan. Bu O'zbekistonda ishlab chiqarar ekan. Qani mazasiga baho beramiz. Qanaqa ekan? 500 ming so'mga nimalar olsa bo'lardi O'zbekistonda? Ichida mana tillosi. Qani tilloda ta'mi qanaqa bo'lar ekan? Idishiga gap yo'q. Buni qana ochadi? 500 ming so'mlik suvda $100 idishimga quyib ichamiz. Bismillah. U 500 mingda yarmi to'kilib ketar ekan. Iltimos, to'kilma. 500 mingda 250 ming to'kilib ketdi-yu. Mana tillosini ko'ryapsizlar ichida. $150 suv bo'ldi. Ichib ko'ramiz. Tillosi ichida qolib ketdi. Do'stlar, xullas bugundan boshlab meni tilla bola deb chaqiringlar. Endi meniki tilladan. Do'stlar, bu videoda eng qimmat narsa yeydigan do'stlaringga, ichadigan do'stlaringga jo'natib qo'yinglar. 500 ming so'mga nimalar olib yesa bo'lardi O'zbekistonda yoki qancha boshqa suvlarni olib ichsa bo'lardi. Suvni to'g'risi yutimi ancha og'irroq ekan, solishtirganda boshqa suvlar bilan. Buni O'zbekistonda ichib ko'rganlar bo'lsa kommentariya yozib qo'yinglar, sizlarga yoqqanmi, yoqmaganmi. Do'stlar, bu videoga xullas like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Keyingilari bundan ham neobishniy narsalarni o'qishga harakat qilamiz. Kommentariyada o'zingiz yoqtirgan har xil ovqatlar, suvlarni yozib qoldirib qo'yinglar. Like bosishni unutmanglar.